Bugun sizlar bilan anchadan beri qilmayotgan o'sha pirojkilarimni qilamiz. Novvoyxonadan tayyor oshgan xamirlarni olib chiqib, birinchi bob laganni yog'lashdan boshlab oldim. Faqat bu laganni yog'lab videoga olish esimdan chiqib qolibdi. Shuning uchun shartta ikkinchi laganni qilib videoga oldim. Xamirlarimizni zuvala qilib dam olishga jo'natib yubordim. Ketidan sok tayyorlashga tushib ketdim. Qaynagan, lekin o'rtacha iliqlikdagi suvga ko'rib turganingizda 2 qoshiq tomat va 1 choy qoshiq tuz solamiz. Suvingizda ko'p yoki kamligiga qarab tomatni yoki tuzni ko'p yoki kam qilib solishingiz mumkin. Massamizni yaxshilab aralashtirib bo'lgach, ta'mini yana ham mazaliroq qilish uchun har xil ko'katlardan foydalanamiz. 3 ta qaynatilgan kartoshkamizni yaxshilab ezib olamiz. Bir marta yegan odamni yana yegisi kelishi uchun sariyog' va tuz qo'shamiz va yana yaxshilab aralashtiramiz. Menyuda 2 xil pirojki bo'lgani uchun kartoshkali pirojkalarni boshqacha shaklda, qiymali pirojkalarni esa boshqacha shaklda tugamiz. Kartoshkali pirojkalarni xuddi shu shaklda qildim, qiymali pirojkalarni esa dumaloq shaklda tugib olamiz. Agarda sizga bu video yoqayotgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Pirojkilarimizni xuddi shunday qilib tugib, qizib turgan olovda xuddi shunday qilib pishirib olamiz. Va nihoyat, voyya, pirojkilarimiz tayyor va bizga yoqimli ishtaha.